Ishlaydigan ayollarimiz uchun yana bitta foydali video bo'ladi bu. Oxirgi vaqtda profilimga kirib ko'rgan bo'lsanglar, ovqatlarni yarim tayyor qilib muzlatib qo'yishga o'rganib olganman. Tovuq go'shti, oyog'i va qanoti, mol go'shti va qo'y go'shtini o'zim yaxshi ko'rgan Spice Expert ziravorlari bilan yaxshilab marinovka qilib qo'yib, qovurishni boshladim. Bu usul bilan vaqtinglar ancha-muncha tejaladi. Ta'miga keladigan bo'lsak, umuman o'zgarmaydi qizlar. Oldingi videolarimga juda ham ko'p negativchilar yozgan. Agar men bunaqa yarim tayyor mahsulot qiladigan bo'lsam, qaynanam men aniq uydan haydab yuboradi deyshadi. Sizda bunaqa usulda qilishingizga qanaqa qarashadi uydagilar? Aniq bilaman, hali ham yurechani bosib qo'ymadingiz, bitta bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Har bir go'shtni nomiga shunaqa qizartirib, o'rta olovda pishirib olamiz. Go'shtni baland olovda juda ham qattiq qizartirib qo'yvormanglar, bo'lmasa musti qotib ketadi. Keyin ichiga ta'motchi juda ham qiyin bo'ladi. Buni qanaqa usulda yaxlatamiz degan qizlarimiz uchun ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qovurib bo'lganimizdan so'ng har biriga o'zini qovurilgan yog'idan bir cho'michdan solib chiqamiz. So'ng shunda usti ochiqligida 1-2 soat davomida sovitib olamiz. Sovigandan so'ng ustini yaxshilab havo kirmaydigan qilib strech bilan o'rab olib, xolodilnikni muz xonasiga qo'yib qo'yamiz. Keyin qachon kerak bo'lsa bemalol olib, muzlarni eritmasdan qozonga solib, go'shtini yumshoq qilib pishirib olishingiz mumkin bo'ladi. Yurekchani bosib qo'yishni unutmadingizmi?